Assalomu alaykum hurmatli tibbiyot xodimlari, sizlar bilan doktor Ilhomjon. Bugun quturgan hayvon tishlaganda yoki yovvoyi hayvonlar tishlaganda quturishga qarshi birinchi yordam ko'rsatish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hayvonlar tishlash nimasi bilan xavfli? Albatta, hayvon tishlaganda ulardan quturish kasalligi yuqib qolishi mumkin. Mana shu quturish kasalligini oldini olish maqsadida biz jarohatni 20% sovunli suv eritmasi bilan yuvib tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga kerakli mahsulotlar antirabik uklatgan tarkibda bo'ladi. Buni tarkibida ochib ko'rganimizda destillangan suv hamda sovun qirindisi yoki sovun kukuni, oddiy xo'jalik sovunining kukuni mavjud bo'ladi. Sovun kukuni orqali destillangan suvda 20% sovunli suv eritmasini tayyorlab olamiz hamda janiya shprisi yordamida mana shu tayyorlangan eritmani tortib jarohatni yuvib tashlashimiz tavsiya etiladi. E'tiborli jihati, jarohatni yuvayotgan paytda hech qachon jarohatga qo'lingiz tegib ketmasligi kerak bo'ladi. Albatta, perchatkalar kiygan holatda ishlash tavsiya etiladi. Undan so'ng bemorlar shifoxonaga gospitalizatsiya qilinadi.